Hop. Ana biz chiqargan bolacha emasmi bu? Ha, o'sha. To'xtating. Otabek, sanmisan? Nima qilib turibsan bu yoqda? Ayam jigar yozib bo'ldi, shunga balon qoraytirib pul yig'yapti. Sen 7 yosh bo'lib turib, onangning operatsiyasiga pul yig'ishga harakat qilayotgan ekansan. Biz xalq bilan qarab turmaymiz. Tushundingmi? Albatta onangning sog'ayishiga yordam qilamiz. Qattiq ozaying. Ayam banchada kattagi. Bu bolani gapini eshitdingizmi? 7 yoshida shuncha g'am, shuncha dardni ichida ko'tarib yuribdi. Hech kimning onasi kasal bo'lmasin. Tanigan bo'lsangiz Otabekni oldin ham chiqaruvdik. Bugun uni onasi xotirasini yo'qotib, yana kasalxonaga tushib qolibdi. U bilan birga onasining yoniga bordik. So'zlar yordam qilinglar. Ayam o'lib qolmasa, meni kuchim yetmayapti. Ne ko'zlar bilan ko'raylikki, uni ahvoli juda og'ir edi. Operatsiya uchun yana 15 ming dollar yig'ishimiz kerak. Xohlasangiz 5 ming so'm yoki 10 ming so'm tashab, bu ayolni hayotini saqlab qoling. Xohlamasangiz bu ayolni o'lishiga, bolachani esa yetim bo'lib qolishiga jim qarab turishingiz mumkin. Agar ehson qilishga pulingiz bo'lmasa, videoga like bosing, istoriya qiling, komment yozing va ushbu videoni 10 ta insonga jo'nating. Shunda ham katta yordam qilgan bo'lasiz. Xotirasini yo'qotdi yana. Nima qildim, yana meni tanimay qolib iloji yo'q, yana olib keldim Maysaga. Shu yerda kundan kunga orqaga minusga qarab ketyapti. Birinchi videoda qancha yig'ildi? Qancha summa bo'ldi hozir? 10 ming yig'ildi. 10 ming dollar yig'ildi. 10 ming dollar yig'ildi aka. 15 ming dollar yig'ilsa, xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladi endi. Iloji mana shu bolasini baxtiga savob bo'lsa, bo'ldimi? Shuni xohlayman aka. 5 ming so'm, 10 ming so'm bilan boy yoki kambag'al bo'lib ketmaymiz. Lekin men shu bolachani yetim bo'lib qolmasligiga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin.